Kayfiyatlar zo'r, mana Navruz bayramiga ko'pkarilar cho'pilyapti. Otlarimiz mana ayirdi. Otingizni laqabi nima bu otingizni? Otimni laqabi Krasavchik. Bu otniki. Ha, Bu necha yoshda? bu 10 yoshda. Bugun ochko bo'ldimi? Bo'ldi. Qanday, nima bo'ldi? Kim chopdi? Hop, bugun g'olib chavog'on ayirdi. Nima zot ayirdi? Qo'y ayirdi, qo'y. G'olib chavon Sheroboddanmi? Ha. Qo'y ayirdi. Nasib bo'lsa, tuyalar tuyalarini ayirsin. Otga omad tilaymiz. Yana qanday otlar tarbiyalasizlar shular? Rembo degan otimiz bor, Karabil degan otimiz bor. Demak, o'sha ko'pkarni eshitib bugun kelinlaringiz qayerlarga borib chopiladi bu otni endi? Qashqadaryo, Surxondaryo. Demak, Qashqadaryo, Surxondaryo to'ylarida katta ko'pkarlarda o'zi Surxondaryoni o'rnab olib kelyapti. Terimizda Surxondaryoni o'rnab olib kelyapti. Qaysi chavog'anda ko'proq chopadi? Buni Tangimishda O'ral chavog'on chopadi. Jamshid chavog'on chopadi Qumqo'rg'ondan. Bu to'ylardan chopadigan otmi? Ha, to'ydan chopadi. Boysunda o'tgan ushbu ko'pkari musobaqasida Surxondaryoning eng sara otlari va chavandozlari ishtirok etishdi. Yuzlab tomoshabinlar jam bo'lishdi. Ushbu qiziqarli va murosasiz kechgan bellashuvni xorijdan kelgan ommaviy axborot vositalari vakillari ham yoritib borishdi. Добрый день, меня зовут Ильдар. Men foto muxbirman. Rossiyaning birinchi kanalida ish faoliyatimni olib boraman va Shveysariya, O'zbekiston nashrlari bilan ham hamkorlikda harakat qilaman. Biz bu safarni tayyorlash uchun 2 yil vaqt sarfladik va aynan bahor faslida Surxondaryoga kelishni maqsad qildik. Sababi biz Surxondaryoni bahorda Navruz bayrami va ko'pkari kabi tadbirlar o'tkaziladigan davrda sayohatlar uchun jozibador qilib ko'rsatishni xohladik. Biz bu yerda 2 haftadaga keldik va sizlarning go'zal tabiatingizni butun dunyoga namoyon etmoqchimiz. Ilgari ham O'zbekistonda Navro'z bayramlarida ishtirok etganman. Milliy o'yinlar, sumalak sayli, milliy kurash musobaqalari menda katta taassurot qoldirgan. Ammo uloq ko'pkari musobaqasi haqiqatdan ham juda hayajonli va qizg'in musobaqa ekan. Bunda haqiqiy mard yigitlar chaqqonlik va epchillik bilan harakat qilar ekan. Будут показаны в международных знаменитых журналах. Ko'pkarni kuzatish jarayonida tajribali chavandozlar, ot ishqibozlari bilan bugungi kundagi hamda o'tmishdagi ko'pkarlar, tulporlar va polvonlar xususida suhbatlashdik. Tumanning Tillakamar mahallasida istiqomat qilayotgan yosh ulug' chabog'on Ergash bobo ustozlari mingan tulporlari haqida to'xtalib, ba'zi ko'pkari musobaqalardagi g'irromliklarga ham o'z munosabatini bildirib o'tdi. Yosh chavandozlarga nasihatlar ham qildi. Hammasi joyida, hammangizni Navruz bilan tabriklayman. Beram vaqtida ot chopganman. Endi ona lobi yo'q. Bir 35 yil ot chopdim. 66 yoshgacha uloq ayirdim. Mening ustozlarim bor edi, chopag'anlar, Xoll aka, Saman aka, Saylov chopag'an, Mammadi chopag'an Inkoboddan, Tashmat chopag'an degan Qurbon Murat aka rahmarim mening trenerim edi bizning Surxondaryo ovulining. Shu kishilarning vaqtida ot chopib mana 14 yoshda o'rgatgan ko'pkariga. Otam rahmat. Gulbay boğa deydi. Gulbay Çabağan deydi. Ana shunday. Mana o'tib ketyapti davrlar. Hozir ko'pkarilar ham juda binoyi. Zamoniga yarasha. Intifoq bo'linglar. Kelishib chopinglar. Birov-birovning ustiga ot aydama. Ikkinchidan qo'polon bo'lsa birovning otini chopib pul so'rama deyman. To'g'rimi? Shiddatli kechgan musobaqada o'z abjirliklarini namoyish etgan chapdast polvonlar sovrinlar ayirib Bakovulning halol bahosi va tomoshabinlar olqishlarga sazovor bo'lishdi. Boysun tumanining Xo'jabulg'on mahallasidan bo'lgan Bo'ron Chabog'on musobaqaning eng katta sovrini uchun qo'yilgan tuyani halollab ayirdi. Nuroli Chabog'onning o'g'li Bo'ron Chabog'on ayirdi, halollab ayirdi. Hozir mana shu Chabog'onim hozirga ayirdi, hali kiyimlarni ham almashtirgani yo'q. Biz hozir shu Chabog'onimiz bilan suhbat uyushtiramiz. Assalomu alaykum, kayfiyatlar qanday? Assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyat. Ko'pkari ota bobomizdan qolib kelgan urf-odat. Avvalambor yurtboshimizga rahmat. Mana shu o'yinni uyushtirgan, mana shu boshchilikda hokim bobomizga rahmat. Mana bugun katta sovrin shu tuya taylagan ekan, menga nasib qilgan ekan, shu tuyani men ayirdim. Bu ko'pkari chopishim ota bobomdan qolib kelgan. Rahmatli otam Nurol Chabog'on rahmatli der edi. Shu ko'pkarida olamdan o'tdi.
umri sog'lom ekan. Ha, bugun nasib qildi, mana men tuya ayirdim. Mana shu ko'pkari Navro'zlarimiz ko'p bo'laversin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Hammani topganlari bir yaxshilik kunlarga ketsin. Tuyani ayirish jarayon qanday bo'ldi? Shunday sal qara. Tuyani ayirish jarayon o'zim ham to'g'risini aytsam, o'zim ham bir sal nima deydi? Bir hayajonlanib o'tiribman hozir. Yaxshi bo'ldi. Endi avvalambor Xudo nasib qilgan ekan shu narsani menga, shu ayirish menga nasib qildi-da. Endi bu ko'pniki. Otishlardan Boysun rayonidan bagi degish bir aka xondomizning oti. Necha yoshli ot? Laqabi nima? Qirg'iz, laqabi Qirg'iz. Endi 10 yoshda bo'ldi ot. Yaxshi ot. Tuyapi ayirib yuribdi. Xudoga shukr. Bu yil ko'pkari mavsumida qaysi zotlarni ayirdingiz? Ko'pkari mavsumida bu yil shu katta ayirgan zotim shu tuya bo'ldi. Qolgani mayda zotlar ayirganman. Bu yil shu ayirgan zotim shu mana mavsumda endi oxirlashib boryapti. Shu oxirsida Xudoga shukr bir tuya ayirish nasib qildi. Yaxshi. Mana yil xalq xursand bo'lib qoldi. Endi uyga ham juda bir yuqori kayfiyatda borasizda. Albatta bu nima deydi? O'zimizda mahallada bo'layapti. Bu juda mahalla odamlar juda xursand bo'lib qoldi. Juda rayonimizda ham ko'plar xursand bo'lib qoldi. Shu o'zimizda mahallada ko'pkari chobildi. Katta hokim bo'lgani zoti boshqa joyga ketmadi deb butun mahallamiz hammasi tabriklab, hammasi xursand, yaxshi. Mana ot poygada mana akamning oti birinchi o'rinda oldi. Bu ot laqabi nima? Bu otning laqabi To'pponcha. Yoshi nechida? Bu yosh 8 da. O'zim 1,5 uloq ayirib yuraman. Bugun payga kayfiyat yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Kim mindi buni? Bu akamning o'zi meni paygaga qo'shdi, birinchini oldi. Yaxshi. Xo'ja urganda qopdi hammasi. Ha, Allohga shukr. Xudo suygan bir yil yaxshi bo'ldi. Ko'pkari. Ot paygadan shu ot bilan akam birinchini oldi. Hokim bo'g'an nomidan qo'yilgan tuyani o'zim ayirdim. Yaxshi, Xudoga shukr. Ko'pkari musobaqasining yuqori saviyada, halol va adolatli o'tishida albatta bakovulning hissasi juda katta bo'ladi. Odil bakovul g'iromlikka yo'l qo'ymaydi. Halollab ayirgan chavandozni e'tirof etadi. Ushbu ko'pkari musobaqasiga tajribali chavandoz Uloq Ko'pkari Federatsiyasi tuman bo'lim boshlig'i Xolmurod Tillayev bakovullik qildi. Ko'pkari musobaqasiga bakovullik qildi Xolmurod akamiz, odillik bilan boshqarishga harakat qildi. Biz hozir bekovulimiz hozir mana maydondan hozir chiqib keldi. Ustlarida hali chang, hali kiyimni almashtirishga ham ulgurgani yo'q. Mana hozir savol bilan yuzlanamiz. Assalomu alaykum, kayfiyat qanday? Yaxshimisiz, zo'rmisizlar? Hammalaringiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bahor bayramlaringizmi hammalaringizda? Qanday o'tdi bugun? Mana bugungi Navro'z ko'pkarimiz Boysinda Xudoga shukr ming marta yaxshi. Mana ulug'ayon kunlari juda qiziqarli o'yinlar bo'ldi. Odillik bekovullik qildik. Biron kishiga bironovlik qilganimiz yo'q. Ayirgan bo'lsa, halol ayirgan chavog'inlarga rahmat aytib berdik. Shu oldindan bekovullik qilarmidingiz yo? Oldindan bekovullik qilganman. Yoshligimdan shu ot bilan kelganman, chavandozlik bilan kelganman. Bu bekovullikda o'zi nima muhim asosiy narsa? Asosiy narsa, bu yerda bitta narsa odillik. Haq bo'lish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, haq ayirib, haq chopsa, shuni talabdorimiz. Prezidentimizga rahmat. Avvalambor shunday o'yinlarni bizga shart-sharoitlarni yaratib qo'yibdilar. Ming marta rahmat. Mana shu bugungi bayramlarimiz sog'-salomat o'tdi. Hammalaringizga rahmat. Umuman olganda Alpomish yurti Boysun tumanida tashkil etilgan ko'pkari musobaqasi yuqori saviyada tashkil etildi. Bugungi kunda viloyatimiz va qo'shni viloyatlardan kelgan sara otlar va chavandozlarning qatnashgani ham ushbu bellashuvning darajasini belgilab berdi. Ko'pkari ishqibozlari mana Surxondaryoning Boysun tumanida bo'layotgan ko'pkari musobaqasi yakuniga yetib qoldi. Hozir ko'pkari juda qiziq bo'ldi. Surxondaryoning, Qashqadaryoning oldi otlari, chavoxonlari kelgan. Ular sovrin uchun qo'yilgan katta-katta zotlarni ayirishdi. Ko'pkari juda qiziq bo'ldi. Muxlislar ham tomoshabop bo'ldi. Muxlislar ham ko'p bo'ldi. Yaxshi otlar qatnashdi. Mana shunday Surxondaryoda ko'pkarilar ko'paysin. Halollab uloq ayiradigan chavandozlar ko'paysin. Men hozir minib turgan otim qishlog'ining oti, Boysun tuman Panjob qishlog'ining oti 9 yoshdagi Saraton jiyron ekan, dar orqaga qaytib ketyapti. Umid qilamizki, Boysun elda to'y bayramlar, xayrli tadbirlar,
uloq ko'pkari kurash musobaqalari davom etaveradi. Ana shu musobaqalarda el yurt ori uchun mardlar maydoniga kirib, halollik bahosi, adolat tantanasi uchun kurashadigan alpomish izdoshlari bo'lgan alp chavandozlar chiqaveradi. Ularga tuyoqlari zarbidan o't chaqnagan uchqur saman tulporlar esa yo'ldosh bo'laveradi.